5000 so'mdan kelib tanlab olishingiz mumkin. Chexolli 5000 dan. Bitta sindirinchi qolgan mikrofon sotadiganlar narxini 15999 yo'q, so'mdan. 15000 dan tekis bering. Birorta chexol olsa nima bonus qilib berasiz? Eng arzoniga mos tarzda bo'ladi hammasi. Gamerchilik ekan bu. Обычный necha pul sotiladi mana shu ko'chada? Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Eng arzon nam komandasi, ya'ni bu ikkinchi loyiha. Ya'ni ikkinchi loyiha nimadan boshladik? Hammaga kerakli telefon aksessuari va mobilograflarga kerak ishlatib, shu sohadagi insonlar chaqirishdi. Biz bu yerga keldik. Manzilni boshida aytib o'taman. 4-mikron Oybek Fayz o'zida. Sizlar bilan birgalikda kirib ko'ramiz. Biz bu yerga narxlarni sindirgani keldi, aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamasdan. Rahmat, yaxshi. Ko'pchilik obunachilar aytishdi, shu yerda eng arzoni bo'layotgan ekan. Aksessuar, naushnik, mobilograflarga ishlatib boshqa. Aka, siz bilan birgalikda bir boshidan bitta obunachilarga tushuntirib bersa, aka. Hozir bu yerda asosiy bo'layotgan skidka telefon g'iloflarga. Ha, chexollarimizga hozir aksiya e'lon qildik. Shu yerda turgan barcha chexollarimizga 15999 so'm. 15000 dan tekis bering. 999 so'm bizga qayta xijolat qilsin. Bo'ldi, 15000 so'm. Shu o'rinda savol. Aka, boshqa joydagilarda xijolat qildirib qo'ymaydimi mana shular? Arzonmi haqiqatdan? Xudo xolasa xijolat qildirib qo'ymaydi. Bemalol mana shu produksiyalarni любой joyda solishtirib ko'rsanglar bo'ladi. Mana ularimiz nima deydi, aka? Aka, bu yoqda bizda shtatiplarimiz bor o'sha mobilograflarga, начинающий yangi boshlagan nimalarga, yangilik assortimentlari kelgan. Xudo xolasa yana bor bunda. Kelaveradi. Xo'p, bu yoqda iPhone chexollari, полностью iPhone'ga, женский. Qara, fonni iPhone'ga ekan, fonni iPhone'ga ekan. Ya'ni bizning obunachilar ko'rib turibsizlar, sizlarni o'ylabdi. Birorta chexol olsa nima bonus qilib berasiz? Xo'p, bitta chexol olsa, bitta nima qo'shib beramiz? Stiklo qo'yib beramiz. Endi qara, lekin faqat bitta sharti chexolli narxini stikloga urib yormaysizlar. Yo'q, mana shu qo'yilgan narxlar har bittasida narxi bor. Xudo xolasa narxlar o'zgartirilmagan holatda qo'yib beramiz. Standart. Bu tomon ham chiqa bu, bularda ham besvetniy chexol ekan bular. Ha, besvetniy chexollar. Tepasiga mana kulturniy chexollar. Da, bo'ldi, seryoznilari ham bor. Bu haqda o'sha blatnoylar keladigan bo'lsa, blatnoylari ham. Bularning narxini ham aka o'zgarmagan holatda. Arzon qilib berasiz. Arzon qilib beramiz, bo'ldi. Xijolat qildirib qo'ymaysiz. Siz tomonidan, sizni ismingizni aytib yoki mana shunaqa hammasi arzondan kelsa, 10% mana shu hamma chexollarga skidkasi bor. Ismingiz nima edi? Javob. Javob, aka. Mana narsalar ham bu kelaveradi, mana ya'ni gamerchilik ekan bu. Ha, bu PUBG o'ynaydiganlarga assortimentlarimiz. Mana chexollarni ham qo'yib yubordik. 5000 so'mdan kelib tanlab olishingiz mumkin. Chexolli 5000 dan. Ha, 25000 dan sotilgan chexollar mana shular. Kamida yo'q 30000 so'mdan. Qizlar bo'lsa yengil bosib oladigan ekan. Aka, mana Dyson Fella bor ekan. Soat bor ekan ko'rishim bo'yicha, batareya bor ekan, skritli kameralar bor ekan. Endi mana nima edi? Stabilizator, ha, stabilizatorlarimiz ham bor. Ular F12 modeli zo'r. Mana shu o'zini Android funksiyasi ham bor. Полностью odamning yuziga kamerasini o'rnatib qo'ysa, odam yuzi bilan polni aylanib yuradi. Endi aka, shedi, mana mobilograf yangi boshilayotganlarga mikrofonlar ham bor. Ha, bor, mikrofonlarimiz ham bor. Bitta sindirinchi qolgan mikrofon sotadiganlar narxini aka, manda deydi, bundan mana ozdan turibdi-ku, demasinchi aka. Bo'ldi, 300 so'mdan qilib beramiz. Ash qo'lingizga. Realni. Xijolat qilib qolmaymiz. Xijolat qilib qolmaymiz. Mana bu yoqda ko'rsangiz bo'ladi, TVda turgan ikkita assortimentimiz turibdi. Ash ikkita assortimentimizni 100 so'mdan qilib beraman. Shu eng arzoni deganingiz uchun. Hammasi sifati yaxshi uni. Bizning nomimizdan kelasizlar, aka. Qolganlardan Qolganlardan xijolat qilmaymiz, a? Yo'q, xudo xolasa. Eng arzoniga mos tarzda bo'ladi hammasi. Bo'ldi, da. Yashang aka. Mana shu yerdagi hamma tovarlarga 10% skidka bor. Bu yerda aksessuarlar ham bor ekan. Bu yerga ham 10% skidka bor. Dyson, Dyson hammasiga. Aka, endi mana ularga o'taylik. Bular chexolami? Yo'q, bular stiklolar. Oldiga. Stiklo modellar, ha. Manaqa Grelionni haligi yong'oq chaqadigan stiklolari ham bor. Endi sizga savol. Mashina men optimroq ko'proq olaman-ku. Aka, menga optim narxida bering. Hozirgi skidka bergan narxingizdan ham arzonroq qilib bering deganlarga nima deysiz? Qilib beraman. Muammo yo'q. Muammo yo'q. Vagonda deysa vagonda. Vagonda deysa vagonda. Mana moshinalarnikimi? Ha, bularni moshinalarni holderlari, makseyflariga. Обычный necha pul sotiladi mana shu ko'chada? Xo'p, обычный ko'chada to'g'risi 75 ming, 80 ming atrofida sotiladi. Siz necha pul qilib bera olasiz? Xijolat qildirib qo'yingchi, mana shu yerda ko'rib turganlarni. Sizlar chu tortishdimi? Bitta like pak qilib, qizartirib, aqa-baqa yengil bilasizlar. Ash qo'lingizdagi modelni 60 ming so'mdan qilib beraman. Qolganlar manimcha turibdi-ku. 110 ming, 100 ming sotiladi. Javob, ha? Sizga 60 mingdan, shu siz tomonidan kelgan mijozlarga.
Siz o'rningizga men o'tib ola qolay. Deyman, ko'ring. Okey. Zaryadchiklar. Bu original zaryadni. Da, birga bir lyuks kopiyalari bular qo'limizda. Shuni effektini beradimi, yo'mkis tushiraverib ish ko'rsatmaydimi? Yo'q, xudo xolasa yo'mkis tushirmaydi. Yomon emas, 45 vattligi o'sha original bilan bir xil. Mana TVda originallari bor. Mana Ha, bu yoqdagilar, korobочный. Ha. mana. Men ham zaryadni mashina. Narxi ko'raman, 120 mi? 120 ming, da, bu ham birga bir lyuks kopiyasi. Bu yoqda originali bor. $45 olganim qaysi o'zi necha pul bo'ldi? Mana pastdagi $45. 450 ming so'm, ha. Unga ham 10% skidka qilib beraman. Tushib berasizlar. Ha, 10%. Nafsi, ana zaryadni maqtandimi? Ya'ni so'kmani. Okey? Bag'ga o'taylik. Hozir hammaga kerak bo'ladi-ku bu narsa. Necha pul oka mashinasi? Nechilik bu? Xo'p, bu 10 ming vattligi, обычный holatda 250 ming, 280 ming sotiladi. Asha imенно qo'lingizdagi turganini birortasiga sovg'a ham qilib olsak bo'ladi. Sizni orqangizdan kelgan yoki qanday bir holatda sovg'a qilib bersangiz ham bo'ladi. Keladi, oka. Qandaydir qiziq bir savol berasiz. Lekin обязательно, oka, sizlarga obuna bo'lgan bo'lishlari kerak, bizga obuna bo'lgan bo'lishlari kerak. O'zingizdan kelib chiqqan holatda savol berasiz. Savolingizga to'g'ri javob berishsa, qarang, o'zi bu hech qanaqa uyushtirilmagan, eshidan shuni kirib kelib syomka qilib ketdi u. Sizlarga именно jigar sizniki bo'lishi mumkin. Xo'ja aka, siz ham bir qiziqib ko'ring. Mana ular kameralarga zashti. Kamera zashtnilari hozirda o'sha iPhone modellariga, Samsung modellariga ham bor. Mana ular ham mashinalar aksessuari ham bor. Ha, mashinalarning aksessuar. Reklama qilib ishlatish yo'q. Hech pul o'qamash. Ko'chadagi narxini bilaman lekin. Bo'ldi, ko'chadagi narxini bilsangiz aytmayman. Hozirgi narxini sotish sizga bo'ladigan holatida 35 mingdan qilib beraman shuni. Mana ishingiz bo'ladi. 35 ming. 35 ming so'mdan tanlab ketishlari mumkin. Mana shu mashina qidirib yurganlar ko'p. Men o'zim ham rosa qidirganman. Okeda bor ekan. VR Pro nimadir derdi buni. 3D ochkilar. 3D ochkilar. Bemalol bunda faqat kinolarni ko'rishingiz mumkin. Navshiylar bilan bor ekan. İnternetda ag'da-bag'da reklamada chiqardi. 4-mikron OBFI shuni o'zingizda esa bor ekan. Oka, nima bu yerda telefonlarga aksessuar, laminat? Telefonlarni ekranlarini almashtiraveramiz. Ustachilik ham. Ha, o'zingiz almashtirib berasiz. Ha, almashtirib beramiz. U ham muammo yo'q. Uni ham skidka? Bo'ldi, skidka 10%. Remisho bor, soat bor, iWatch taqib. Mana shu iWatchlarimiz 135 mingdan, 130 mingdan, yonidagilari 140 mingdan sotib turadiganlar. Aksiya qilib beraman mana shularga. Menga nima aksiya qilib berasiz? Juda zo'rlanishdi sizlarga. Bunga nima aksiya qilib berasiz? A70 Novi juda bir bundoq ochib qo'yib, stol ustida qo'yib qo'yishadi-ku. Nima aksiya qilib berasiz? Ichingizdagi borini ayting. 15% skidka narxidan. Kelishaveradi. Kelishaveradi. 15%. Mana shu turgan barcha telefonlarga 15% skidka. 15% dan skidka. Ha. Endi okalar beyda aytib o'tadigan bo'lsa, ko'p narsa bor. O'zingizga kelib, ustida guvoh bo'lganinglar boshqa. Bag'dan aytilgani boshqa. Haqiqatan oka ko'chadan arzon beribdilar. Lebo bitta inson kelib turib, "Oka, men iPhone'im zashni qo'yib, bu nimalarni qilib, o'zingizga ideya qilib bering" desa, sizlar meni hisobim bo'yicha 100 mingga ham bormas ekan-a? Bormaydi. 75 ming orasida to'xtaydi. Oka, men katta bolalarning barsetkasi ham bor. Barsetka deydimi, nima deydi bu? Barsetka deydi. Har xili bor ekan. OBFI shuni o'zingizning yonginasida ekan. O'zi OBFI o'zida lokatsiya. Ha, OBFI binosida joylashgan. Dastavka ehtiyot, boshqa viloyatda ko'rib turganlar bor bu yerda. Qashqadaryo, Qashqadaryo nomerini bilaman. Toshkentdan edan bu yerdan ko'rtganlar bor, oka. Dastavka so'rashsa chiqazib olasizlarmi? Barcha viloyatlarga bemalol dastavka chiqarib olamiz. Taksingiz jo'nating, biz ishimiz ko'p, unaqa narsa yo'q. BTS, Forex anaqalar bor ekan, hammasidan jo'natib olsak bo'ladi. Muammo yo'q. Yeslicha Toshkent pitadan qilib turib, nima bo'ladi? Muammo yo'q, yetkazib beramiz. Bu praktikada bo'ldi, yetkazib berdik. Sirdaryoga, Qo'qonga, boshqa joylarga. Yangi blogerlar uchun ham naushni ishlatib, hamma narsa bor. Mana mashoqqa ko'tarib turgan mana lampochkalari ham bor. Bemalol kelaverasizlar. Manzillar OBFI'da joylashgan 4-mikronda pastda nomerlarni qoldiramiz. Sizlarga manfaatli bo'layotgan bo'lsa, 3-lokatsiyamizni kommentariyada yozib qo'yasizlar. Albatta, qaysi soha kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, o'zingizni ehtiyot qiling. Bitta like bosib, shu sohaga qiziqgan yangi mobilograflarga yo telefonini o'zidan ham ko'p yaxshi ko'radiganlarga jo'natib qo'yamiz. O'zingizni ehtiyot qiling, oka.